أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح أما بعد hurmatli tolibi ilmlar, sizlar bilan Imom Quduriyni muxtasarlarida Kitabus Solada babu sifati solatni davom etarkanmiz. O'tgan darsimizda namozni bayoni o'tdi. Namoz qanday boshlanadi, qanday rukunlar, vojiblar qanday ado qilinishini o'qib o'tdik. Hop, uni tugatganlaridan keyin musannif rahimahulloh qiroat bayoniga kirdilar. Tushunarlimi? Qiroat bayoni. Hop. Shunday deya boshladilar. Va yajharu bil qiroati fil fajri va rak'atayni al-ulayayni min al-maghribi wal isha'i in kana imaman. Demak, agar namoz o'qiyotgan odam imom bo'lsa, bomdod namozida hamda xufton ila shomni birinchi 2 rakatida qiroatni jahriy qiladi dedilar. Tushunarlimi? Hadisni zikr qilyaptilar. Nabiy alayhissalatu vassalom deyaptilar, boshida din birinchi kelganda barcha namozlarda namozni nima qilardilar? Jahriy o'qirdilar. Ammo mushriklar u kishiga ko'p azor bergach, Alloh taolo Isro surasida "Wala tajhar bi solatik" namozingni jahriy qilma degan oyatda tushirgach, Nabiy alayhissalatu vassalom kunduzgi namozni nima qilishni boshladilar? Maxfiy o'qishni boshladilar. Ya'ni peshin bilan nima? Asr namozini. Tushunarlimi? Shomda esa jahriy qilardilar, chunki shomda nima? Mushriklar yeb ichar bilan ovora bo'lardi. Xufton bilan jahriy qilardilar bomdoddan, chunki u payt ular nima qilardi? Uxlab yotardi. Tushunarlimi? Shuning uchun kunduzgi namozni nima qiladigan bo'ldi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam maxfiy. Bularda esa nima? Jahriy qiladigan bo'ldilar. Endi demak nima dedi? Agar imom bo'ladigan bo'lsa dedi. To'g'rimi? Agar imom bo'ladigan bo'lsa, hozir munfaridni, ya'ni yolg'iz holatda o'qiydiganni bayon qiladilar. Endi jahriy namoz bilan maxfiy namozni xususida bizda 2 xil rivoyat bor. 2 xil rivoyat bor. Imom Karxiydan rivoyat keladi bu masalada. Tushunarlimi? Imom Karxiydan rivoyat keladi va Imom Hulvoniydan keladi. Tushunarlimi? Imom Karxiydan bo'lgan rivoyat bo'yicha jahriy namoz bu o'zini eshitishi, maxfiy namoz esa tilni harakatlanishi deb kelgan. Tushunarlimi? Jahriy namoz qanaqa ekan? O'zini eshitishi, maxfiy namoz esa nima? Tilni harakatlanishi. Tushunarlimi? Imom Hulvoniydan bo'lgan rivoyatda esa jahriy namoz bu o'zidan boshqani eshitishi, maxfiy namoz esa o'zini eshitishi deganlar. Tushunarlimi? Alloma Qosim va al-Muhaqqiq Kamol ibn Humom rahimahumullohlar esa sahiha Imom Hulvoniyning gapi deb aytishgan. Tushunarlimi? Imom Hulvoniyning gapi, ya'ni maxfiy namoz o'zini eshitishi, jahriy namoz esa nima? O'zidan boshqa bitta bo'lsa ham odamni nima qilishi? Eshitishi deb aytishgan. Tushunarlimi? Zero arab harflarini ba'zilari nima hisoblanadi? Jarangdor harflar hisoblanadi. Tushunarlimi? Arab harflarini ba'zilari jarangdor. Ularda hech o'zi eshitmasa, ularning nutqi sahih bo'lmaydi. Tushunarlimi? Misol uchun ayn harfi kabi. Ayn harfini agar hech o'zi eshitmasa, u bo'lib qoladi. Yani o'tda harf yo'q. Tushunarlimi? Harf yo'q. Endi qiroat talaffuzga oid bir narsa bo'lgandan keyin u nutq qilinmasa, talaffuz qilinmasa, qiroat hosil bo'lmagan bo'ladi. Tushunarlimi? Qiroat hosil bo'lmagandan keyin u namoz nima emas? Namoz hisoblanmaydi. Tushunarlimi? O'shaning uchun qiroatda harflarni sahih aytishlik qiroatni shartlaridan bo'lgandan keyin maxfiy namoz bo'lsa ham hech o'zi nima qilish kerak? O'zi eshitishi kerak.
Tushunarlimi? O'zi eshitadiganni qulog'i eshitishi kerak. Tushunarlimi? Qulog'i. Chunki mana deganda hali go'yo nima o'qiyotgandek bo'lasan. Ya'ni miyani ichida miya nima qiladi? Harflarni o'zi joriy qilib beradi. Go'yo eshitilayotgandek. U hisob emas. Qulog'i bilan nima qilish kerak? Eshitishi kerak. Tushunarlimi? Va shunisi sahih. Tushunarlimi? Kamol bin Humom Fathul Qodirda Hidoyat sharhida shunisi to'g'ri ekanligini aytgan. Ya'ni hech bo'lsa nima qilish kerak? Maxfiy namozni o'zi eshitish kerak. Tushunarlimi? Jahriyda esa o'zidan boshqa bitta bo'lsa ham odam eshitishi kerak. Va nutqqa oid hamma narsa shu. Nutqqa oid hamma narsa shu. Tushunarlimi? Ya'ni eshitilishi kerak. Tushunarlimi? Hali eshitilmasa mo'tabar bo'lmaydi. Tushunarlimi? Misol uchun, taloqdan keyin istisno keltiradigan bo'lsa, taloq tushmaydi. Taloqdan keyin istisno keltiradigan bo'lsa, taloq tushmaydi. Orasini ajratmasa. Xotiniga qarab, anti toliq inshaalloh desa, inshaalloh bu yerda nima? Istisno. Shu sababli taloq nima bo'lmaydi? Tushmaydi. Ammo sharti nima? Nutq qilinishi kerak. Tushunarlimi? Shunga ko'ra anti toliq desa, eshitilmagan holatda istisno qilgan bo'lmaydi. Taloq tushadi. Tushunarlimi? Xuddi shunday quliga qarab anta hurrun inshaalloh desa, hur ozod bo'lmaydi. Qul ozod bo'lmaydi. Ammo anta hur deb qo'ysa, o'zi ham eshitmaydigan qilib istisno bo'lmagan bo'ladi va qul nima bo'ladi? Ozod bo'lib ketadi. Tushunarlimi? Xo'p. Demak, imom bo'lsa nima qilar ekan? Jahriy bo'ladi. Tushunarlimi? Imom bo'lsa nima qiladi? Jahriy qiladi. Jahriy qilishi nima? Vojib. Va yukhfil qiro'ata fima ba'dal ulayayni. Birinchi ikki rakatdan keyingi rakatlarda qiroatni maxfiy qiladi. Tushunarlimi? Agar qiroat qilsa, birinchi ikki rakatdan keyingi rakatlarda qiroat qilsa, aytdik-ku, Fatihani o'qishi afzal, ammo o'qmasa ham nima bo'laveradi dedik. Agar o'sha qiroat qilsa, uni nima qiladi? Maxfiy qiladi. Tushunarlimi? Va in kana munfaridan, agar yolg'iz o'qiyotgan bo'lsa, fa huwa mukhayyar. U nimadir? Ixtiyorlidir. Tushunarlimi? Agar munfarid bo'ladigan bo'lsa, fa huwa mukhayyar. Qachon mukhayyar? Agar ado qilayotgan bo'lsa. Tushunarlimi? Bizda ado bor va nima bor? Qado bor. Tushunarlimi? Ado buyurilgan narsani aynisini nima qilish? Bajarish. Tushunarlimi? Qazo esa buyurilgan narsani o'zini emas, o'rinbosarini bajarib berish. O'sha narsa nima hisoblanadi? Qazo hisoblanadi. Demak, namoz vaqtida buyurilgan, vaqtida qiladigan bo'lsak, bu nima hisoblanadi? Ado bo'ladi. Tushunarlimi? Agar vaqt o'tib ketadigandan keyin bajaradigan bo'lsa, u nima bo'ladi? Qazo bo'ladi. Shunga ko'ra, munfarid agar ado qilayotgan bo'lsa namozni, fa huwa mukhayyar. U nimadir? Mukhayyardir, ya'ni ixtiyorlidir. Insha'a jahar, agar xolasa jahriy qiladi, va asma'a nafsah, va o'ziga nima qiladi? Eshittiradi. Tushunarlimi? Bu kishi Imom Anaqani Karxiyni rivoyati bo'yicha ketyaptilar, o'ziga eshittiradi deb. Nima uchun? Ya'ni o'sha Imom Karxiyni rivoyati bo'yicha yuryaptilar, yoki o'zidan boshqa hech kim bo'lmagandan keyin birovga eshittirib o'tirmaydi degan ma'noda, yoki Imom Karxiyni rivoyati bo'yicha yuryaptilar bu kishi. Zero Imom Quduriyni ustozlari Imom Abu Bakr Jassos rahimahullohning ustozlari esa Imom Karxiy hisoblanadi. Ya'ni bu kishi Imom Karxiyning nabira shogirdi o'laroq Imom Karxiyning rivoyati bo'yicha yurayotgan bo'lishlari mumkin, yoki o'zidan boshqa hech kim bo'lmagandan keyin o'ziga eshittiradi deyotgan bo'lishlari mumkin. Tushunarlimi? Demak, bu agar xohlasa. Va insha'a khafat. Agar xohlasa nima qiladi? Maxfiy o'qiydi. Tushunarlimi? Demak, xohlasa jahriy, xohlasa esa nima? Ovoz chiqariladigan namozlarda bo'lsa ham nima qiladi? Maxfiy qiladi. Tushunarlimi? Bu ham qachon ekan? Agar ado qilayotgan bo'lsa. Tushunarlimi? Agar qazo qilayotgan bo'lsa, qazo namozi o'qiyotgan bo'lsa, vojibdir maxfiy qilishi. Tushunarlimi? Qazo namozida vojibdir maxfiy qilishi. Va yukhfil imamul qiro'ata fi az-zuhri wal 'asri. Imom peshinda va asrda qiroatni nima qiladi? Maxfiy qiladi. Tushunarlimi?
nima deb kelgan? Solatun nahari ajma deb kelgan. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomdan rivoyatda solatun nahari nima? Ajma. Kunduzi namozi nima? Kardir, ya'ni ovozi eshitilmaydi deb aytganlar. Tushunarlimi? Solatun nahari ajma degan rivoyat keladi. Ya'ni kunduzgi namozlar nima? Ajamdir, ya'ni ovozi nima qilinmaydi? Eshitilmaydi. Ya'ni ajam o'zi kim degani? Ajam arabcha gapirmaydigan odam. Arabcha gapirmaganda biz uni gapini tushunmaymiz. Xuddi shunday namozni ham nima? Ajma deb aytyaptilar. Ya'ni qay ma'noda eshitilmaydi. Yani. Tushunarlimi? Ammo lekin baribir nima bor? Qiroat bor. Chunki sahobalar, tobiinlar sahobalardan so'raganda Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni peshin va asr namozida qiroat qilganlarni qayerdan bilardinglar deganda soqollarini qimirlashidan degan. Tushunarlimi? Chunki qiroat qilib turgan odamni og'zi babi qimillaganda nima qiladi? Soqoli harakatlanadi. O'sha qiroat qilganlarni qayerdan bilardinglar desa, soqollarini qimirlashidan deb aytishgan. Tushunarlimi? Boshqa bir rivoyatda esa aytadiki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu ba'zida ora-chira nima bir ikki oyatni eshittirib qo'yardilar qiroat borligini bildirish uchun degan rivoyat ham bor. Tushunarlimi? Shuning uchun qiroat borlikka bormi? Bor. Ammo ovoz chiqarilmaydi. Tushunarlimi? Ovoz chiqarilmaydi. Xoh imom bo'lsin, xoh nima bo'lsin, munfarid bo'lsin. Tushunarlimi? Yolg'iz o'qiyotgan odam bo'lsin. Endi buni aytdilar. Demak, farz namozni birinchi 2 rakatda qiroat nima ekan? Vojib. Farz namozni nima? Birinchi 2 rakatda qiroat vojib. Keyingi 2 rakatda esa nima dedik? Afzal. Mustahab dedik, qiroat qilishi va o'qishligi afzal dedik. Naflni aytmadilar. Naflni har rakatida qiroat vojib. Tushunarlimi? Naflni har rakatida nima? Qiroat vojib. Tushunarlimi? Chunki nafl namozni har 2 rakati ayri bir namozdek hisoblanadi. Tushunarlimi? Nafl namozi har 2 rakati nima hisoblanadi? Ayri bir namozdek hisoblanadi. Tushunarlimi? Ayri bir namoz hisoblangani uchun farzni birinchi 2 rakatda qiroat vojib bo'lgandek, buni har bir 2 rakati nima? Ayri bir namoz ko'rilgandek, xuddi bomdodda 2 rakatda ham qiroat bor bo'lgani kabi, nafllarning har rakatida nima bo'ladi? Qiroat bor bo'ladi. Tushunarlimi? Endi vitr masalasiga keladigan bo'lsak, vitr masalasida sohibayn zotan vitrni nima degan? Sunnati muakkada degan, vojibga yaqin darajada nima degan? Sunnati muakkada degan. Tushunarlimi? Vojibga yaqin darajada nima degan? Sunnati muakkada degan. O'sha uchun o'tda ham nima qilinmaydi? Xuddi nafllarda qiroat har rakatda bor bo'lgandaki nima? Qiroat bor deganlar. Tushunarlimi? Hop, Imom Abu Hanifa ham vitrni har rakatida qiroat bor deganlar, vojib deyishlariga qaramasdan vitrni, sababi u kishi nima deganlar? Ehtiyot chora o'laroq deganlar, nafl bo'lishligi ehtimoli bor bo'lgani uchun ehtiyot chora o'laroq nima deydilar? Oxirgi rakatda ham nima? Fotiha ham, Zam sura ham o'qiladi deb aytganlar. Tushunarlimi? Hop, endi Hop. Endi vitr namozni bayoniga keldilar. Wal vitru, vitr namozi 3 rak'atin, 3 rakatdir. Tushunarlimi? Vitr nimadir? 3 rakatdir. Tushunarlimi? Imom Abu Hanifaga ko'ra nima dedik? Vojib dedik bu narsani. Vojib bo'lganligi uchun uni inkor qilgan odam nima bo'lmaydi? Kofir bo'lmaydi, ammo nima bo'ladi? Qat'iy gunohkor bo'ladi. Vojib bo'lishini sababini aytdik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan sobit bo'lgan hadisda Alloh taolo sizlarga namozlarning ustiga bir namozni ziyoda qildi. U vitrdir. Uni nima? Xufton bilan bomdodning orasida o'qinglar deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Buni nima? Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom qo'shmadilar. Alloh taolo innalloha zadakum deb foil kim bo'lyapti? Alloh taolo. Tushunarlimi? Ziyoda qilgan Alloh taolo. Nabiy alayhisolatu vasallam ziyoda qilgan namozlar bor. Bomdodning 2 rakati, peshinni oldingi 4 rakat, keyingi 2 rakat, shomdan keyin 2 rakat, xuftondan keyin 2 rakat. Buni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ziyoda qilganlar va bular nima? Sunnati muakkada.
Lekin buni Nabiy sollallohu alayhi vasallam kimga nisbatlayaptilar? Alloh taologa. O'shaning uchun Imom Abu Hanifa nima deganlar? Bu vojib deganlar. Sunnat emas. Tushunarlimi? Oxirgi gaplari shu. Bu nima? Vojib namoz ekanligi. Sohibayn esa babi sunnat tarafdan sobit bo'lgani uchun ular nima degan? Bu sunnati muakkada deyishgan. Vojib darajasiga yaqin. Tushunarlimi? O'shaning uchun buni inkor qilgan odam nima bo'lmaydi? Kofir bo'lmaydi, ammo qat'iy gunohkor bo'ladi. Vojibni nima qilgani uchun? Inkor qilgani uchun. Tushunarlimi? Bu vojib bo'lganligi uchun Imom Abu Hanifaga ko'ra buni nima qilib bo'lmaydi? Ulovi ustida o'qib bo'lmaydi. Tushunarlimi? Nafl namozini o'tirgan holatda ulovi ustida nima qilsa bo'ladi? O'qisa bo'laveradi, uzr bo'lmasa ham. Lekin farz bilan vojibda esa mumkin emas. Shu sababli vitrda ham nima tushib o'qishga majbur. Tushunarlimi? Xo'p, endi shu vitr deyapti, salasu rak'atin, 3 rakatdir. Va 3 rakatda deyaptilar, la yafsilu baynahunna bisalam. Salom bilan orasini nima qilmaydi? Ajratmaydi. Imom Shofi'iyni mazhablari bo'lgani kabi. Imom Shofi'iyda nima qilinadi? Ajratiladi. Tushunarlimi? 2 va 1 qilib o'qiladi. Bizda esa unaqa o'qilmaydi. Tushunarlimi? Chunki payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni vitr namozlarini rivoyat qilishgan Oysha onamizdan kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutiru bi thalathin la yusallimu illa fi akhirihinna deb aytganlar. Imom Hokim rivoyatda Nabiy alayhissalatu vassalom 3 rakat vitr qilardilar, orasini faqatgina oxirida nima qilardilar? Salom berardilar degan. Tushunarlimi? Shu hadis tufayli bizada vitrning orasi nima qilinmaydi? Salomlar ajratilmaydi. Bu bir agar ajratadigan bo'lsa 2 bo'ladi va nima bo'lib qoladi? O'tda 1 bo'lib qoladi. 2 va 1 bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomdan sobit bo'lgan hadisda esa nahan nabiy sallallohu alayhi vasallam an solatil butayro deb keladi. Tushunarlimi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam butayro namozdan qaytardilar dedi. U nima desa 1 rakatli namoz. Tushunarlimi? Butayro nima? 1 rakatli namoz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 1 rakatli namozdan qaytarganlar uchun orasini ajratsak, bu yerda 2, bu yerda nima qoladi? Bitir bo'lib qaytariqqa orasiga tushib qoladi. Shuning uchun bizda nima? Orasi ajratilmaydi. Tushunarlimi? Oysha onamizdan ham sobit bo'lgan rivoyatda Oysha onamiz nima dedilar? Oxirdagina nima qilardilar? Salom berardilar degan. Tushunarlimi? O'shaning uchun vitr bizda vojib ekan, 3 rakat ekan va nima qilinmas ekan, orasi salom bilan ajratilmaydi. Ya'ni bitta yaxlit holatda o'qiladi. Tushunarlimi? Xo'p, endi vitr namozida nima bor? Bizda qunut bor. Qunut duosi bor. Ana o'shani aytayotdilarki, va yaqnutu fi thalithati qabla ar-ruku'i fi jami'i sanati. Qunut o'qiydi 3-rakatda. Tushunarlimi? 3-rakatda o'qiydi. 1da emas, 2da emas. O'rni qatda ekan 3-rakatda qabla ar-ruku'. Rukudan oldin, rukudan keyin emas. Tushunarlimi? Fi jami'i sana. Va bu narsa butun yil davomida shunday. Tushunarlimi? Butun yil davomida shu yerda Imom Shofiyga xilof o'laroq, chunki Imom Shofiyda Ramazonda nima qiladilar? Bomdodda qunut qiladilar. Tushunarlimi? Imom Shofiyda Ramazonda qatda qilinadi, bomdodda qilinadi. Tushunarlimi? O'shaning uchun fi jami'i sana deb alohida nima ishora qilib o'tadilarki, butun yil davomida qatda bo'ladi, vitrda bo'ladi. 3-rakatda va rukudan oldin. Tushunarlimi? Mabodo ruku qilmasdan, qunut o'qimasdan rukuga ketib qoladigan bo'lsa, esiga tushib qolsa ham nima qilmaydi? Qaytmaydi. Imom Abu Hanifadan sobit bo'lgan eng sahih rivoyatga ko'ra qaytmaydi, bo'ldi, namozga davom etaveradi va oxirida nima qiladi? Sajdai sahv qiladi. Vojibni tark qilganligi uchun. Tushunarlimi? Endi va yaqra'u fi kulli rak'atin min al-vitri bi Fatihatil kitabi va suratin ma'aha. Vitrdan har bir rakatda Fatihatul kitobni, ya'ni Fatiha surasini va u bilan birga bir sura o'qiydi. Tushunarlimi? Bir sura o'qiydi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning sunnatlari bu narsada aytiladiki, birinchi rakatda A'lo surasi, ikkinchi rakatda Kafirun surasi, uchinchi rakatda esa Ixlos surasini o'qirdilar deb kelgan. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan bo'lgan rivoyat. Tushunarlimi? Birinchi rakatda A'lo, ikkinchi rakatda Kafirun, uchinchi rakatda esa
Ixlos surasini o'qir edilar degan rivoyat kelgan. Tushunarlimi? Ya'ni bu sunnat. Agar xohlasa, ya'ni 3 oyat yoki bitta uzun oyat o'qisa ham bo'ladi. Tushunarlimi? Xoslashlik, undan boshqasi joiz emas deb o'ylashlik. Sunnat deb qilsa bo'laveradi. Hop, fa iza arada an yaqnuta. Agar qunut o'qimoqchi bo'lsa, ya'ni 3 rakatni qiroatlarni bajarib bo'ldi. Endi qunut o'qimoqchi. Nima qiladi? Kabbara. Takbir etadi. Tushunarlimi? Nima uchun? Chunki qiroatdan hozir duo holatiga o'tadi. O'sha qiroatdan duo holatiga o'tayotganligini bildirish uchun nima takbiri intiqolli qiladi. Allohu akbar deydi. Va rafa'a yadayhi. Va qo'lini nima qiladi? Ko'taradi. Tushunarlimi? Qo'lini ko'taradi. Orqada ovozni eshitmaganlar bilishi uchun iqtido qilgan holatda, imomga iqtido qilgan holatda o'qiladigan bo'lsa, orqasida nima ko'rmaganlar eshitish uchun. Tarovihda shunaqa-ku. Hop, summa qonata. So'ngra nima qiladi? Qunut duosini o'qiydi. Tushunarlimi? Sunnati. Bu duo nima bo'lishi? Allohumma inna nasta'inuka va nastaghfiruka va nastahdik. Mana shu bo'lishi. Tushunarlimi? Demak, qunut qilish vojib, mana shu duoni o'qish esa nima? Sunnat. Tushunarlimi? Va arabchadan xabar bo'lmaganlar hamda Allohdan so'ralishi mumkin va bandadan so'ralishi mumkin narsalarning orasini ajrata olmaydiganlar mana shu duoni o'qishi shart. Tushunarlimi? Arabchani farqiga arabcha bilmaydiganlar, chunki o'zbekcha emas, arabchadan boshqa tilda duo qilib bo'lmaydi qunutda. Namoz o'qib turgan holatda bunday qo'lini ochib, "Ey Xudo, pul ber" deyilmaydi. Tushunarlimi? Arabchadan boshqa tilda. Yoki nima Allohdan so'rash mumkin bo'lgan narsa bilan kecha aytdik-ku, insonlarning gapiga o'xshaydigan narsa bilan duo qilmaydi deb aytildi-ku. Ana o'shanaqa narsani farqi bilan bilmaydigan odam mana shu duoni qilishi nima? Shart. Tushunarlimi? Shu duoni shart bo'ladi. Bilammi? Chunki o'zi bilmagan holatda nima qilib qo'yishi mumkin? Namozini buzib qo'yishi mumkin. Tushunarlimi? Qunutga turib oladi. Farqiga boradigan bo'lsa, ya'ni namozni buzib qo'ymaydigan holatda duo qilishini bilsa, afzali babi nima qilishi? Sunnatga ergashishi. Afzali nima? Sunnatga ergashish. Tushunarlimi? Bo'lmasam shu go'zal duolar bilan nima qilaveradi? Duo qilaveradi. Tushunarlimi? Va nima qilinadi? Salovat bilan tugatishi yaxshi. Tushunarlimi? Salovat bilan tugatishi nima? Yaxshi. Tushunarlimi? Demak, shu duoni qiladi. ولا يقنط في صلاة غيرها. Bundan boshqa namozda, ya'ni vitrdan boshqa namozda nima qilmaydi? Qunut o'qimaydi. Tushunarlimi? Bundan boshqa namozda nima qilmaydi? Qunut o'qilmaydi. Faqatgina agar mu'minlarning boshiga bir balo tushadigan bo'lsa, o'shanda imom nima qilishi mumkin? Duo qilishi mumkin. Tushunarlimi? Mu'minlarning boshiga balo tushadigan bo'lsa, nima qiladi? Jahriy namozlarda nima qilishi mumkin? Qunut qilishi mumkin. Tushunarlimi? Endi وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها. وليس في شيء من الصلوات. Namozlarning birontasida yo'qdir. Namozlarning birontasida yo'qdir, ya'ni vojib emasdir. Qiraatu suratin bi'ayniha, ya'ni muayyan bir surani qiroat qilishlik farz emasdir. Tushunarlimi? Namozlarning birontasida muayyan bir surani, ayni bir surani o'qishlik nima emasdir? Farz emasdir. Tushunarlimi? Shu darajadaki, ya'ni uni bihaysu la yajuzu g'ayruha, undan boshqasi joiz bo'lmaydigan holatda. Tushunarlimi? Undan boshqasi joiz bo'lmaydigan
holatda farz bir nima yo'q, o'qilishi farz bo'lgan bir sura yo'q. Tushunarlimi? Agar uni o'qimay qolsang nima bo'ladigan? Namoz buziladigan. Tushunarlimi? Faqatgina nima bizada Fotihani o'qish nima bo'ladi? Vojib bo'ladi. Tushunarlimi? Fotihani o'qish nima? Vojib, farz emas. Agar unutib qo'ysa ham nima? Namoz buzilmaydi. Sajda-i sahv vojib bo'ladi. Tushunarlimi? Qasddan tark qilsa ham namoz buzilmaydi. Tushunarlimi? Fotihani qasddan tark qilsa ham namoz buzilmaydi. Makruh tahrimiy bo'ladi va bu namozni qayta o'qishi vojib bo'ladi. Tushunarlimi? Lekin namoz baribir nima bo'lmaydi? Buzilmaydi. Tushunarlimi? O'shaning uchun nima deyapmiz? Biron bir namozda undan boshqasi usiz namoz joiz bo'lmaydigan darajada muayyan bir surani o'qishlik nima emas? Farz emas. Tushunarlimi? Fotiha vojib. Uni yonida nima 3 ta qisqa oyat yoki nima bitta uzun oyat vojib bo'ladi. Tushunarlimi? Ammo farz qiroat yo'q. Tushunarlimi? Farz bir o'qilishi farz bo'lgan bir sura yo'q. Tushunarlimi? Va yukrahu makruh bo'ladi an yattakhidha suratan li salatin bi'ayniha. Makruh bo'ladi an yattakhidha sura, bir surani ushlab olishi li salatin bi'ayniha, muayyan bir namoz uchun. Tushunarlimi? Muayyan bir namoz uchun surani tayinli qilib ushlashi makruh bo'ladi. La yaqra'u fiha g'ayraha, undan boshqasini u namozda o'qimaydigan qilib. Tushunarlimi? Undan boshqasini o'sha namozda o'qimaydigan qilib, muayyan bir surani lozim qilib ushlab olishi, muayyan qilib ushlab olishi nima bo'ladi? Makruh bo'ladi. Tushunarlimi? Sunnatga ergashib o'qishligida muammo yo'q. Tushunarlimi? Sura sunnatga ergashgan holatda o'qishligida muammo yo'q. Tushunarlimi? Ammo shu shart, buni o'qimasam namoz bo'lmaydi, durust bo'lmaydi degan e'tiqodda qilishi nima bo'ladi? Makruh bo'ladi. Tushunarlimi? O'shaning uchun ulamolarimiz aytadiki, garchi Nabiy alayhissalatu vassalomni sunnatlari o'laroq qilib yursa ham, onda sonda nima agar imom bo'lsa, orqadagilar vojib ekan bu surani o'qish yoki farz ekan bu surani o'qish deb o'ylab qolmasligi uchun onda sonda boshqasini ham nima qilish kerak? O'qishib turish kerak deb aytishadi. Tushunarlimi? Misol uchun biz Misrda juma kuni bomdodda albatta birinchi rakatda sajda surasi, ikkinchi rakatda esa inson surasi o'qiladi. Boshqa surani umuman o'qishmaydi. Tushunarlimi? Shofiylar bu sunnatni qattiq ushlagan, tark qilishmaydi. Buni anaqasini ham Mulla Alil Qori Fath Bobil Inoyada zikr qiladi. Qissasini Buxorolik bir odam deydi, hajga boribdi deydi. Hajga borganda Shofi'i imom bo'lib qolgan bomdodda. Endi u payt mikrofon yo'q. Sajda surasini o'qigan. Bizning mazhabimizda sajda oyatini o'qilishi bilan rukuga ketiladigan bo'lsa, o'sha ruku ham ta'zimni bildirgan uchun, sajda ham ta'zimni bildirgan uchun sajda oyatidan keyin qilingan ruku sajdani o'rniga o'rinbosar bo'ladi. O'shaning uchun bizda nima qilinadi? Sajda oyatini o'qilishi bilan rukuga ketiladi. Tarovihda ham e'tibor bersanglar, bizda hech qachon nima qilinmaydi? Sajdaga borib turib davom ettirilmaydi. Rukuga ketiladi, shu bilan nima joy-joyiga tushib ketadi. Shofiiylarda esa albatta nima qilinadi? Sajdaga borib keyin turadi va davom etib ketadi. Tushunarlimi? O'sha sajda surasini o'qigan. Sajda surasida sajda oyati bor. Mikrofon yo'q, qiroat hech kim eshitmaydi ham. U buxorolik odam namozda turganda birdaniga hamma nima qilgan? Sajdaga ketgan. U odam tushunmagan nima bo'layotganini. Men ko'rmay qoldimmi deb ruku qilib, turib, sajdaga borib, sajdadan turgan. Imom sajdadan turib nima qilgan? Namozni davom ettirib ketgan. O'sha birinchi rakat hali ham unda. Lekin buxorolik hoji nima deb o'yladi? Ikkinchi rakatga tur deb o'ylagan. Keyin imom rukuga borgan, ana rukuga borgan, sajdaga borgan. Sajdadan keyin imom turib ketgan. Deya 3-chi rakatga turdimi degan. Turgan, ergashib.
Keyin imom ikkinchi rakatda turgatgan, Inson surasini o'qib, ruku sajda qilib tugatgan. Ertasi kuni bu odam borsa Hanafiy imomlikka o'tgan, Hanafiy oddiy qilib o'tib bergan. Ya'ni sajda oyati bor surani o'qimagan, ergashgan o'qigan. Buxoroga qaytib kelgandan keyin esa aytganki, bu Shofiy mazhabi o'zgacha mazhab ekan degan. Ular bomdodda 3 rakat o'qir ekan degan. Yaxshiyam degan, ertasi kuni Hanafiy odam o'tdi degan, 2 rakat o'qidik bomdodda deganda. O'shaning uchun bizada nima deydi? Hali farz emasligini bildirish uchun onda-sonda nima qilish kerak? Tark qilib turish kerak. Tushunarlimi? Shunaqa. Endi وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند الإمام أبي حنيفة. إمام أبو حنيفة nazdida adna ma yujzi'u min al-qira'a, qiroatda kifoya bo'ladigan eng kami fi sola, namozda. Namozda qiroatdan kifoya qiladiganni, joiz bo'ladigan, durust bo'ladiganni eng kami ma yatanawaluhu ismul Qur'an. Qur'on degan nom o'z ichiga olgan narsa. Qur'on degan nom o'zini ichiga oladigan miqdor, ya'ni o'shancha o'qilganda ha bu Qur'on deyiladigan miqdor nima bo'ladi? O'sha bilan namoz nima bo'ladi? Namoz bo'ladi deydi. Tushunarlimi? Shunga ko'ra savol berishadiki, ya'ni ikki so'zdan iborat bo'lsa o'tadimi deydi? Ha deydi. Tushunarlimi? Ikki so'zdan iborat bo'lsa farz bajarilgan bo'ladimi desa, ha deydi. Bir so'zdan iborat bo'lsa-chi, misol uchun Rahmon surasida mudhammatan deb keladi. Bir so'z. Yoki bir harf bo'lsa-chi, sod yoki nun kabi desa bo'lmaydi deydi. Tushunarlimi? Bo'lmaydi. Tushunarlimi? Kamida nima bo'lish kerak? Ikki so'z bo'lish kerak deydi. Tushunarlimi? Ikki so'z. Shunga ko'ra deyiladi. Endi u kishini gapi matnlarda tanlangan. Tushunarlimi? U kishini gapi matnlarda tanlangan. Ya'ni bitta tom oyat bo'lsa bo'ldi. Tushunarlimi? Bitta tom oyat bo'lsa bo'ldi. Uzun bo'lsin, qisqa bo'lsin, bitta tom oyat bo'lsa bo'ldi. Ikki harfdan iborat bo'lsa, ikki so'zdan iborat bo'lsa kafi. Tushunarlimi? Ikki harfdan iborat bo'lsa kafi. Va qala al-imam Abu Yusuf va Muhammad. Imom Abu Yusuf bilan Imom Muhammadlar nima dedi? La yujzi'u aqallu min 3 ayatin qisarin aw ayatin tawila. Tushunarlimi? 3 qisqa oyatdan kami yoki bitta uzun oyatdan kami kifoya qilmaydi deyishgan. Tushunarlimi? 3 qisqa oyatdan kami yoki bitta uzun oyatdan kami nima qilmaydi? Kifoya qilmaydi deyishgan. Tushunarlimi? Ularning gapi olinadi. Tushunarlimi? Ularning gapi olinadi, chunki ularning gapi ehtiyot. Al-ehtiyot vojibun fil ibodat. Ehtiyot ibodat bobida nima? Vojib. Tushunarlimi? Shunga ko'ra bizda nima bo'ldi? Farz qiroat bor. Farz qiroat Imom Abu Hanifaga ko'ra nima ekan? Bitta oyat. Tushunarlimi? Bitta oyat. Sohibaynga ko'ra esa 3 ta qisqa yoki bitta uzun oyat. Vojib, Fotiha vojib va u bilan birga nima? Bir qisqa sura yoki 3 ta oyat qo'shib qo'yish nima? Vojib bo'ladi. Tushunarlimi? Hop, sunnatini nima dedik? Bomdodda mufassalni, ya'ni haftiyakni uzun suralari Hujurotdan boshlab to Buruchgacha. Peshinda ham shunaqa degan. Tushunarlimi? Peshinda ham shunaqa deyilgan, lekin ba'zi rivoyatda peshinniki asr bilan bir xil deyilgan. Asrniki nimasi? Asr bilan xuftonda Buruchdan Bayyina surasigacha bo'lgan qismi. Anaqada esa Shomda esa qisqalari, Bayyinadan pasi, Nas surasigacha shular sunnat deyilgan. Hop, mustahab bo'lgan qiroat esa nimasi? Mustahab bo'lgan qiroat bu bomdodda birinchi rakatda nima bo'lishi? Birinchi rakatda 30 bilan 40 oyat orasida bo'lishi. Birinchi rakatda, keyingi rakatda esa nima? 20 bilan 30 oyat orasida bo'lishi deyilgan. Tushunarlimi?
bomda peshinda ham shunaqa deganlar bor, lekin boshqa mutaaxir ulamolar aytadiki, yo'q, peshin mashg'ullik payti, shunga peshinda nima o'rtacha bo'lgani yaxshi, mustahab deyiladi. Va makruh qiroat bor. Makruh qiroat qanaqa? Bir surani o'qigandan keyin undan oldingi surani o'qish. Undan keyingini o'qimasdan undan oldingini o'qish yoki bir oyat o'qigandan keyin undan oldingi oyatni o'qish keyingi rakatda yoki bir sura o'qigandan keyin o'rtada bitta sura tashlab keyingi suraga o'tib ketish. Mana shular nima hisoblanadi? Makruh qiroatlar hisoblanadi. Tushunarlimi? Va mana shu yerda qoldik.